Şüphatçılık hakkında kısa namlıq əsərdəki 24 batırlar qatarı. Unda ise bu 24 batır qatarıga zat qaysı sanğullar tizlalğan. Bularning ret tartibi qandaq. Endi bu yerdagi Almisaqdan tortib so'zlanib kelayotgan 24 batırlar qatori qarsak, Yilu, Arjao, Sandianwei, Siwan, Wumal, Liu Zhangfei, Huangshu, Sun Tailiang, Xiahou, Arjang, Xupang, Ganzhouwei, Shenzhen, Changshu, Yu Weiyan, Suyou, Wunai, Taiming, Sanguo, Ersi, Mengjiang, Damo, Deng'an, Yu Zhangwei deydi. Endi bu Almisaqdan tarqalib kelgan, mana shu qo'shaq shakliga aylanib ketgan bir batırlar qatori. Endi meningcha buni butunlay to'g'ri deganim bo'lmaydi. Chunki bu batırlar qatorida kimda yomon, kim birinchi u bu degan narsada har bir odamning, har bir ko'rmanning qiziquvchining o'ziga yarasha bir ko'z qarashlari bor. Bulupni necha vaqtdan men so'zlab kelganda yoki pinglunchida his qilgansizlar. Nurg'ullarning o'zining ko'z qarashi bor, hech kimga qoyil emas. Lekin bularning kishilarni bir qoyil qilgudek asosiy so'zlaydigan mazmunim yo'q. Shaxsan men so'zlasam pinglunchigim deydi, sening men so'zliging xato bo'lib qoldi, men tahlilsal xato bo'lib qoldi deydi. Voy mabul binas qilga o'xshadi nimdaki deb qarsam, meningcha eng yomoni bu. Tugidi. Gapning bosh oxiri yo'q. Meningcha, seningcha bilan tugab ketadi bu gapchi. Hargizmi bu yerda sen tahlilni mandaq qilsa, mening tahlilim uchun mandaq deydigan gap yo'q. Endi mening mazmunimni necha vaqtda anglayotganlar biladi, har bir mazmunni bir odatli bir savol bo'lsa-mu, bosh oxirini o'ylashib, har xil tahlil, masalan, misollar bilan aral qoyiliqlarni qilib bir mazmunda so'zlab beraman. Endi bu yerda 24 batırlar qatoridan nima uchun buningda qoyil bo'lmaydigan ishlar ko'p chiqadi degan vaqtimizda asarning o'zidimi? Chunki her bir batırning bir-biri bilan urushib, ma ishga degan bir payg'ambarga turg'izgan musobaqasi yo'qchu. Nurg'unlari o'zaro tutishib baxmagan. Shuning uchun men bu batırlarni birinchidan 24 kishi tizish toza odil, toza to'g'ri emas deb qarayman. Endi men buni bugun umum jihatdan, cho'ng jihatdan faqat 4 turga, ya'ni 4 darajaga ayirmoqchi. Birinchisi Chauxuji, ya'ni darajadan tashqari yo'lbos polvon bir nafar. İkinci Türkmenlikler Changxuji, küçük yolbaz palvanlar qatori 7 palvan. Jungxuji, o'ttiral küçük yolbaz palvanlar 7 palvan. Oxirdagisi Loxuji hamda ojizroq yolbaz palvanlar qatori 9 palvan. Unda esa bu daraja bo'yicha bu yerda birinchi palvan Chauxuji, ya'ni darajadan tashqari yolbaz palvan dimsam va hammanglarning ko'ngliga ayon bo'ldi. Lübu zatning sarxili chilan to'riq otdim. Shunami? Bu mayli ko'ngil shubhatchilik, mayli yangi shubhatchilik tarixdan buyon so'zlanib kelganlarning ichida Lübu azaldan birinchi o'rinda. Qog'allarning tartibi olmish turdi, lekin Lübu olmish baxmagan. Qog'allarda men degandek cho'ng farq yo'q, biroq Lübu har qandaqidan cho'ng farq chiqarayotgan. Buniki asarda mundaq 3 cho'ng misoli bor. Birinchisi Sayyingjan Lübu, ya'ni Xulaogandagi jangning o'zida bu yer Lübu eng dastlab Üstang'unning kallasini oldi, keyin Gungsundan chiqdi, buni chekindirgandan keyin Zhangfei chiqdi. 4-cü olup Zhangfei bilan 30 martam uruşdu. Bu yerda Zhangfei'ning naysi uçup ketgandan keyin Guayyu sapga ketildi. Guayyu ikkisi bilan bu vaqtimizda 50 martam uruşdu. Liu Bei ketildi. 3 bilan necha martam uruşqini aniq emas. 50 martamdan 100 martam cho'g'a aniq bo'lishi mumkin. Demak, oldida 4 bilan uruşib bo'lib, keyin 3 bilanmi yeni bir 100 martam uruşaligini Liu Bei'ning mayli kuchtingurligi, chidamchanligi alamardi jihatda qo'l qo'ymay amalimiz yo'q. İkinci bir meşhur jangi Huyang jangi. Yeni Cao Cao bilan Lübu o'tirsidagi jang. Endi shu vaqtimizda Cao Cao'ning old sanğını bilan Lübu üz yolg'iz tutishdi. Yeni bu old sanğın kim o desanglar, Dian Wei, Xu Chu, Shahudun, Shahuyan, Li Dian, Yue Jin qatorliq ma'oltisi. Endi bu old sanğının ichida bulutmi bu yer Xu Chu bilan Dian Wei'ning ma'oltini yuqurligini o'qimaymiz. Liu Bei'ning 5 yo'l bosanıg'undan qilishmaydi. Demak, ma'oltisining amaliy kuchi Sayyingjan Lübu'daki 3'ünün küçüden eşip kütüdü ayınıqlar. Muşundaq ahval astıdığında ma'altısı burulup Lübu'nun kalısını alamagan. Bunu bütkül əsərdə bütkül şübhatçılıqqa qırqısada Lübu'dan başqa hiç kim qılamagan. Endi bunun muşundaq atılış yeni bir 3-cü bir iş var. Əsərdə hiç kim qılamagan bir dəhşətli bir iş var. Bunu bildiğinler özənlər piyonu qılansa. Demek yukarıqı 3 sebep tüpəyildən bu yerdə Lübu mayli 24 batır qatarını sanaylı, mayli men geldik 4 çoğun türge ayraylı, hemmiside çukum muqarrar birinci orunda turalaydıgını şartsız. Endi bu yerdeki Lübu'nun adimilik karakteri u başka. Yani bu şuruqluq qoluşuna mı? Başta Dingyan'ın qeşittiği bir əməlində Dingyan tutqan, kin Chilan Turq atını dep Dungjo tarafı ötüp ketdi, kin Diaochen'da bir qızı balını dep
Wang Yun tarafga o'tib ketdi. Keyin orliqda nurg'un ishlar bo'ldi. Endi bu odamning odimiyligi degan, o odimiyligi alammardi degan alammardi. Bu tarafni maqtaymiz, o tarafni so'kkan bilan shularmi? Yana birisi bu yerga nurg'unlar Lübuni nayt kalva deb biladi. Yumush parchalik haqida qilsa-da bu Chungungtayning fikrimganda amaliyotda Lübuni nayt aqlliq, mayli yakma-yak emas, saptuzib jang qilishga nayt mayr balla. O'ylab biqinlar bu qolishmaydigan dört adam bo'lib qolsa, hergiz Dungoning qo'lida bossanug'un bo'lolmaydi. Keyin o'zimi bu yerda qo'shin tashkillab kelib, shuju baliqda turolmaydi. Eng muhimi bu yerda Yuan Shao bilan Liu Beining ortiq qisilib qolgan vaqtda o'ldi qanday qildi? Bu yerda buning mushaviri Chungungtay, buning amal topolmay turganda Liu Bu mening amalim bor deb o'zi Kovapni ko'maydigan, ziqni ko'maydigan bir amal topdi. Shuning uchun bu yerda Liu Buning odimiyligi nachar, lekin kol ishlaydigan kalva sana qat'iy bo'lmaydi. Liu Bei savsavlarni bu yerda Liu Buning tuzgan sepini, mayli shujoni qo'g'dashlik degan vosini ko'rib, haqiqatan yomonga deb ketgan. Shuning uchun bu yerda Liu Bu ahmaq kalva emas, sap tuzib jang qilishga munoyat mayr. Endi buningki tadbirni sizlar Jugulyan Smayi bilan selishtirib olsangiz bo'lmaydi. Mana 24 ming jonli baturlarning ichida lashkariy tadbirga xeli oldin qator tizg'ili bo'ladi. Endi tushuninglarmi? Undan so'ng ikkinchi sapchilgan Changxuji kuchlik yo'lbos polvonlar qatoriki 7 batur kimlar? Mazmundek uzrab ketdi. Buni keyingi qismda tafsiliy so'zlab berman. Yoqtirgan do'stlar, buni go'njo qo'lib birdan yaxshi yurak qilishni unutib qolmanglar. Anglish va do'stlar, Washingtonda fizik qilinglar. Rahmat.